8-mart kuni sovg'a qilinib, 9-mart kuni bizga qaytib kelgan buketimizni voqeasi haqida aytib beraman do'stlar. Bir premium buket yasash ham bu juda ham qiyin ekan, sababini aytaman. Biz mana bunday bir holatda video mana ko'rsataman. Mana shu videodagi buket yasadik, gartenziyalar hamda ustida orxideyasi bor edi, uzun bitta tashilgan. Shu holatda endi bizda premium buketlarimizni ko'raverib, mijozimiz premium bo'ladi deb o'ylaganlar. Bu ham premiumga kiradi, endi turlari bor uni. Va telefon qilib, "Elor, men sizdan bundan-da ko'p narsa kutgandim" degandilar. Men nafaqat sizni dedim, boshqalarni ham dedim ko'nglini qoldirmaslik uchun dedim, harakat qilaman, brendim uchun harakat qilaman dedim. Jo'natib yuboring gullarni dedim va bizga gulni jo'natdilar va mana shunaqa korobочный qilib, chiroyli qilib, premium qilib do'stlar yasab berdik. Buni qaranglar. Dahshat. Shunaqa bizda hech qachon mijozlarning ko'nglini qoldirmaymiz. Har doim o'zimiz yonimizdan pul ketsa-da, ularning ko'ngillarini olishga harakat qilamiz. For You Flowers yaqinlarining tabassumini 100% kafolatlaydi deb endi ayta olaman.